Hammaga salom. Lupita Nyong'o haqida eshitganmisiz? Keling hozir shu ayol haqida gaplashamiz. Uning to'liq ismi Lupita Amandine Nyong'o. Tug'ilgan sanasi esa adashmasam 1-mart 1983-yil. U ayol meksikalik bo'lib, kasbi aktrisa, rejissyor, yozuvchi. Lupita keniyalik oilada tug'ilgan, lekin bolaligida Keniyada katta bo'lgan va AQShdagi Yel universitetida aktyorlik bo'yicha o'qigan. Juda kuchli akademik va ijodiy tayyorgarlikka ega. Uning mashhur rollaridan biri 2013-yili suratga olingan 12 yil qullik filmidagi roli bilan butun dunyoga tanildi. Shu roli uchun Oskar mukofoti eng yaxshi ikkinchi darajali ayol rolini qo'lga kiritgan. Uning bolalikka terisi juda qoramtir bo'lgani uchun o'zini chiroyli emasdek his qilgan va bir paytlar Xudodan terim oq bo'lib uyg'onay deb so'ragan. Lekin eng muhim joyi shuki, bu voqeani afsus yoki targ'ib qilish uchun emas, balki boshqalarga saboq bo'lsin deb aytgan. Keyinchalik u o'zini qabul qilishni o'rgandi. Teri rangini kuch va go'zallik deb bilgan. Aynan shu sabab ko'plab qizlarga ilhom manbaiga aylangan. U hatto shunday degan: "Men o'zimni sevishni o'rgandim va endi bilamanki, mening terim ham go'zal" deb so'zlagan. Lupita Nyong'o 2014-yil People jurnali tomonidan eng chiroyli ayol deb e'tirof etilgan. Shuningdek, u Glamour, Yil ayoli, turli moda va go'zallik jurnallarining eng chiroyli ayollar ro'yxatiga ko'p marta kirgan. Muhimi shuki, Lupita faqat tashqi ko'rinishi uchun emas, balki o'ziga ishonchi, tabiiy go'zallikni targ'ib qilgani, aqli va kuchli shaxsiyati uchun ham chiroyli deb tan olinadi. Xo'sh, siz o'zingizni qanchalik yoqtirasiz yo yo'qmi? Javoblaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Menga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.